Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtalar sirazi obuna bo'lib qo'yamiz. Bittadan like-ta bosib, xullas sizlarga optim narxlarda trikolar, hoodie, xullas 11 yoshdan boshlanadi. Qachon shunaqa? 11. Eng kichkinasi 10-11 yoshdan boshlanadi. Dag'i 58-60 razmergacha mahsulotlar bor. Olib qolasizlar. Telefon nomerlarini qo'yamiz, o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz bergandan keyin faqat bitta iltimos, hozir biz faqat pachka narxini aytamiz. O'sha zakaz berganda ko'proq optimchilar uchun aytyapmiz. Donachilar bir dona deb so'ramanglar, iltimos. Chunki balki bozorga ham chiqishadi, vaqtlarni olib qo'yganlar qoladi xolos mana shu bilan. Shu o'rtoqlar. Bo'lmasam bittadan lakni bosib turib, o'rtoqlar eng arzon triko qishki sezonga nimaiki mahsulot bo'lsa olaman deganlar sira telefon qilaveramiz ana shu ekrandagi nomerlarga. Gazini bosamiz, bitta lakni ham bosib yuboramiz keyin. Xo'sh, o'rtoqlar, qaranglar, endi bu yerda mahsulotlarimiz bir bosdan tanishtirib o'tamiz. O'zlarining nomerlari, o'zlarining ishlab chiqarishlari. Eng qizig'i, ish mahsuloti sifati zo'r, uyaltirib qo'yilmaydigan narsa. Qaranglar, hozir bitta ko'rsatib o'taman. Tepa nima, hoodielar, futbolka, mana kapishonsiz trikolar turi bor. Bosib orasizlar. Mana narsalar bor, va shu dodni borasizlar, hozir ko'rsataman buni. Furqatjon, bo'lmasam o'zi ancha bo'lib ketdi siz bilan o'zi nima qilmaganimizga. Endi Furqatjon nomeringizni qo'yamiz. Xudo xolasa, iloji boricha eng kamida qanchaga, misol o'sha boshida aytib ketay, qancha chiqarib bera olamiz? Misol 3 pachka yoki 4 pachka. 4 pachka, 5 pachka kami zakaz berishsin-a. 4 pachka, 5 pachka zakaz berasizlar, kami o'shani chiqarib berishaveradi. Chunki baytdan pochtamiz ham anchagina uzoqroq. O'shani hisobiga mana borishga arziydigan qilib zakaz beringlar. O'zlarining nomerlari, o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar bemalol bosib. Xo'sh, Furqatjon, bo'lmasam qaysidan boshlaymiz? Mana shulardan, velikanlardan. Xo'sh, velikanlar 60-62. 58-60-62 razmer. Bitta pachkada 3 talik. Xo'sh, materiali bularda hozir qanaqa plashovka 58-60-62. Ichini shunday ko'rsatib o'taylik, işte nachos deb qo'yaylik, nachos. Mana o'rtoqlar, nachos hammasi o'sha qalin. Mana plashovka ham nachos. O'zimda olib qarasalaring, plashovka eng zo'ri, hozirga ham, kuzga ham, qishga ham, undan tashqari yomg'irga ham, qorga ham kiyiladigan narsa, to'g'rimi? O'ziga shimmaydi. Cho'ntaklari zamok. Cho'ntak zamok. Belida ipi bor, cho'ntak zamok. Ovi bor. Ovlari bor, xullas razmerlari zo'r. Mana ko'ryapsizlar, vishibga ham o'sha yosh kattalar ham kiysa maza qilib kiyishadi. Hali ko'chib ketdi bo'lmaydi. Yuvganda ham bemalol yuvishaveradi. Xo'sh, Furqatjon, xo'sh, materiali menimcha bu yerda 2 xil, 3 xil material bor. Funta, xabi, plashovka, laykra, mana shular, 4 xil materialimiz bor ekan. Narxi hammasiniki bir xilmi yoki har xilmi? Plashovkalarimiz 28 ming so'm. Pachkaga. 3 xili bor ekan. Funtalarimiz 30 ming. 30 ming so'm. Laykralarimiz bor. Ular ham xuddi shunaqa model bo'ladi. Narxi 31 ming. 31 ming so'm. O'zi 28-60-62. Xabilarimiz 28 ming. 28 ming so'mdan. Va shu bomba 28 ming so'mga 62 razmergacha shunaqa razmer kattasi trikolar olyapsizlar o'rtoqlar. 28 ming so'm deyishadi shunisi. Xo'sh, bunisi-chi? Velikan palasa bular. Bundan ham bormi o'zi? Bular 30 ming, 58-60-62. 30 ming so'm. Materiali qanaqa ekan? Funta material. Mana o'rtoqlar, bu yerda eng qimmati 31 ming, 32 ming deyishdi adashmasam. Eng arzoni 28 ming so'mdan. Narxlar kelishtirib beriladi. Yana bu umumiy narx. Bozorda aytiladigan narxni siz aytyapsiz. Agar misol ob'yom sal ko'proq bo'lsa, misol 100 ta yoki 200 ta yo masalan 20 ta har bittasidan qilib bering desa, sal tushib berasiz. Qimmat deyishlari mumkin, narx tushirib beriladi. Bo'ldi. Bozorda narxini aytishyapti. O'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar, bosaverasizlar gazini. Pachka narxini aytishyapti, xullas. Ko'proq oladiganlarga narxini o'tib berishadi. Mana shu narsa to'g'riroq bo'ladi, menimcha. Xo'sh, endi qaysilardan endi bosilyotibdi omonchi? Yoshlar bor. Xo'sh, tepadan boshlaymiz. Mana shu cho'ntaklarga kelsak. Bakavoy cho'ntak. Xo'sh. 29 ming. 29 ming so'm, razmeri 58-60-62. 58-60-62. Tikilishlari chotka, mana ko'ryapsizlar o'zlarining. Taylarda rezinka, belida ip, zamok, xullas hamma narsasi bor.
yonma cho'ntagi hamma narsalari bor. Bularimiz razmerini aytdik-a? 54, 56, 58. 54, 56, 58 razmer bo'ladi. Mana shu 4 xil rang turibdi hosilada, ko'ryapsizmi? Vasha dahshat. Narxi? Narxi 29 ming. 29 ming. Mana shu bepul-ku, bepul joyga kelib qolibsiz. Bosaverasizlar. Mana uni qaranglar, qanaqa chiroyli go'zallik-chi, bu manzara bo'lyapti-chi. Punta materiali bular. Material ana Kepalasa. ingichka palasa, aha. Kant deyiladi. Kant, aha. Kant. Bularimiz 28 ming, 52, 54, 56. 28 ming so'm. Hozir 4 xil rangi bor, o'zi 6 xilgacha chiqadi. 6 xilgacha chiqadi. 28 ming so'mdan bosaveramiz gazini. Xo'sh, endi hozir palasalilarimiz bor. Palasalilarimiz bor. Mana palasa Jordan yozilgan. Mana xabalarimiz mana shu yerdan, xo'sh, mana shu palasagacha ekan. 28 ming. 28 ming so'm ham. Bu kraska modeli 27 ming, bu palasalisi 28 ming. Undan ham shu beriladi. Ha, bunisi 27 ming, mana ikkitasi, mana 3tasi 28 ming so'mdan. Xo'sh, o'rtoqlar qaranglar, yana bitta narsaga ahamiyat beramiz. Mana rezinkasi bor, rezinkasi yo'g'i bor. Xohlaganlarini olaverasizlar ekan. Mana shunaqangi tanlov ham bor ekanda, ko'ringlar. Buni qaranglar, go'zallikda. Prosta bu manzara qilib pishganda kelib havasingiz keladi. Kelinglar, adresni ham tushuntiramiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Mumtoz bozorini, Mir Obuf qatorini ishlab chiqarish blogi. Ishlab chiqarish blogi. Ikkinchi qator ham materialdan keyin. Materialdan keyin mana shu material bilan. Mana shu yerdan chapga yursalar Mirobov degan joyi bor. O'ngga birinchi, ikkinchi, xullas ag'dan kirganligingda 1, 2, 3-qator mana shu bo'ladi. Materialdan keyin yana bitta qator, bu 3-qator kelaverasizlar mana shu yerga. Qanday qilib tushuntirsa bo'ladi? Xullas shunaqa telefon qilaveringlar. Ha, telefon qilinglar xullas. Xo'sh, hozir uni tepadagilar mana pastda bor ekan-a o'zi. Xo'sh, endi mana ularimiz aytib yorsiz. Ularimiz 29 ming. 29 ming modellar. Material funta. Material funta. 56. Bo'ldi. 52, 54, 56, 28 ming so'mdan. Adashmadimmi? To'ppa-to'g'ri. Bosaverasizlar. Xo'sh, endi Furqatjon qayerdan boshlaymiz? Bag'i yana triko bo'lib ketyapti-yu. Mana shu yerdan trikoni tugatib olaylikmi-kan? Xo'sh, trikolarni Furqatjon 52, 54, 56. 52, 54, 56. Ana Adidas satyapsiz hozir? Yo hammasi bir xilmi? Polni palasa ham. Polni palasa ham bir xil, ha. Narxi 28 ming. 28 ming, вообще zo'r narx. Bosinglar faqat. Xo'sh, endi qarang, Furqatjon, rezinkasiz, hammasi narxi bir xil. Ha, mana shu 5 ta aytganingiz, buni yana ranglari bor-ku, telefon qilsa o'zingiz tashlab berasiz, tanlab olishaveradi. Aytgan ranglardan chiqarib ham berilaveradi. Abiyom olinglar o'rtoqlar, o'tib beraman deydi, chiroyli qilib. Bosaverasizlar gazini. Xo'sh, endi mana tomonimizga kelsak, hammasi qishki nachos o'rtoqlar, o'ylanmasdan bosaverasizlar. Xo'sh, bularimiz-chi buni, palasalilar buni, yo bu tomon narxi hammasi bir xil shekilli? 27 ming. 27 ming so'm. Vau. Razmerimiz 52, 52, 54, 56, pachkada 3 tali bo'ladi. Go'zallikda qaranglar, prosta manzara-yu bu. Ishonaveringlar, pulni joyi mana shu yerchi, mana shu pulni joyi mana shu trikolar. Ozgina pul tukasiz, normalniy qilib sotib, 50 mingdan soting, 25 ming qoladi. Yo'l kiroyingizga mana 5 mingdan chiqib ketsan, 45 ming soting, mana shu bomba bang'illatib yuborasanchi, zo'r joylari. Xo'sh, endi bu tomonga kelsak, qaysinga to'xtaymiz endi? Furqatjon, kapishonkalar. Nech puldan mana shu bor, mana shu birinchi qator hammasi. Ular 33 ming narx aytamiz. 33 ming so'm. Endi buni kelishtirib beriladi. Yana tushirib berasiz. Abiom, siz hozir pachka narxini aytyapsiz-da, abiom oladiganlar uchun aloqaga chiqsa chiroyli narxga beriladi. Bo'ldi. 33 ming so'm ekan, qaranglar o'rtoqlar. Bosa-bosiga materiali nima buni Furqatjon? Xitoy nachos. Xitoy nachos. Xullas maza qilib kiyasizlar. Olgan pullaringachi va buni olsanglar pullaring yoningizga qoladi, to'g'risi. Bepul narsa-yu. 33 mingga nima beryapti hozir? Hech narsa ololmaysiz mondalik. Mana tomonimizga ayting, mana shu material juda yumshoqdachi. Вообще yumshoq material. Qalin ham ekanda bu. Ammo kiyganingizdan keyin nima borligini sezmay ham qolasiz shekilli. Bu-chi ishonaveringlar, material вообще yumshoq ekan mana shu narsani-chi. Ishonmasalaring olganda ko'rasizlar, buni ko'ringlar uni. Mayda-mayda palasasi bor. Ichki holati mana. Bu o'ziga o'zi qalin ekanda, bu yumshoq, nejniy, xullas maza qilasiz. Xullas kiyib olganingizdan keyin sizga meshayt qilmaydi, ham cho'ziluvchi, ham yumshoq material ekan. Mana shunday tushuntiray, ham cho'ziluvchi, ham yumshoq material.
bosasizlar. Mana shu ikki qator narxi bir xil adashmasam. 30 ming so'm. Ammo rangi ham, hamma narsasi, hamma rangi ham bor ekan. Bundan boshqa ranglari ham bor. Bor. Hozir hamma rangimiz ochilmagan. 30 ming so'm. 30 ming so'm kelishtirib beriladi. Pachka narxi 30 ming, ob'yomchilarga chiqasizlar, olinaveradi. Yaxshigina. 52, 54. Keyin yana bitta narsani so'ray, razmerlaringiz razmerga to'liq tushadimi? To'liq tushib, Xudo xolasa. To'liq tushyapti hammasi. Bo'ldi, bosaverasizlar o'rtoqlar. 30 ming so'mdan. Bunaqasi bo'lmagan. Ko'ringlar. Hozir yangi uzun futbolka olaman desangiz ham, misol bozordan, ag'dan-bag'dan ishonavering, 100 ming atrofida olasiz. To'g'risini aytsam. Varillatib bosib yuboringlar. Pulli joyi yomon. 30 dan olib 50 dan soting, 20 foydangiz bor. O'zingiz foydangiz qancha qo'yib sotasiz, o'zingiz ishingiz. Men prosta aytib qo'yapman xolos. Xohlagan narsangizni qo'yib soting. Mana bu futbolkalar borki, Rasa trendga chiqdi, o'zinglar ham bilasizlar. Mana shuni materialdan qilinibdi. Yonida palasalar urib kelgan, mana ko'ringlar. Palasalar qilib o'rtasiga mana BMWlar yozib qo'yishgan. Menimcha orqasida ham biror narsa bormi uni Furqatjon? Yo'q, buni orqasida yo'q. Yo'q, skromligina bo'lgan ekanda. Orqasida bor. Tepa pastlar, bularda tepasini o'zi, bularimiz nech puldan qo'lida manjetlari o'zidan ekan. Yonlar tikilgan, tayyan manjetiya kengina bo'libdi. Ana shu necha razmer ana shu Furqatjon? Bunimiz 56. 56 ekan. Yaxshi zo'r. Bundan kattasi ham, bundan kichkinasi ham bor. Bundan ham kattasi bor. Bu katta razmer 54, 56, 58, 35 ming. 35 ming so'm. Bu har xil yozuvlari chiqarilyapti. Buningiz hozir mana undan ko'ra razmeringiz katta bo'lyaptimi shunda? O'shani hisobiga hozir 5 ming so'm farqi bo'lyapti. Bo'ldi, tushunarli. Endi o'zlaring bilasizlar. Xullas, Qo'qonda bu Qo'qon. Arzon narxlarda zo'r narsalar olaman deganlar aloqaga chiqaveringlar, xullas bosasizlar, pulli joyi. Mana shu qator hammasi narxi 35 ming so'mdan. 54, 56, 58. 54, 56, 58. Kattasi o'zimga tushadi. Sizga tushadi eng kattasi. Vesiz nechi? Bo'ldi. Keyin o'tgan videoni ko'rib olasizlar. Albatta bu hozir keyin yoqali olaman deganlarga o'rtoqlar, o'sha materialni o'zidan bitta narsa borda, misol savdogar inson qaysi materialni o'sha xaridorlar suysa, o'sha materialdan ko'proq chiqarishadi. Nimaga? O'shanga talab kuchliroq bo'lgani uchun. Hozir mana buni yoqalisini ham chiqarib berishdi. Oldin eslasalaring bir kuchayib ketgan hali material. Hali teshikli bor-ku. Setka. Yo, setka emas, yana boshqa pikki degan material. Pikki degan material rosa kuchayganda ishonavering, hamma kiygan undan. Lekin bu yil yozda jamnaqangi menimcha bo'lmadi shekilli. Qishda mana endi eng zo'ri, materialni eng zo'ri, mana ko'ryapsizlar. Hozir mana yoqalisi ham bor. Yoqalisini razmeri qanaqa buni Furqatjon? 54, 56, 58. 54, 56, 58. 35 ming. 35 ming so'm. 60, 62, 64 bor. 37 ming. Shu. 35 ga 37, 2000 farq qilyapti xolos. Shunaqa. Yana kelishtirib beriladi. Yana kelishtirib beriladi. Optimchilar chiqaverasizlar bo'lmasam. Buni qarang, hozir buni spesial to'qitilganmi buni? Yo'qa, material rangiga qarab to'qitiladi. Hozir bu вообще nima bo'lyapti? Shuni qaranglar. Mana qaranglar. Ishonsalaring buni qorani ham och to'qi bir narsalari bo'ladi. Qora ham dash bir-biriga tushmaydi. Ularda o'sha sifarasi bo'ladi, qanaqadir. Qo'ringlar. Mana shu taniq tushgan bu. Bunisi 35 ming so'm. Buni katta razmeri bor. Bu 52, 54, 56. 54, 56, 58. 54, 56, 58. Bundan kattasi 60, 62, 64. 60, 62, 64. Bunisi kakras shu yosh katta otaxonlarga, akalarga, ukalarga va shu zo'r tushadi. Qorinli gavdalilarga. Unisini narxi 37 ming so'mdan bo'lyapti. Pachka narxini aytishyapti. Xo'sh, pachka narxini hozir aytishdi, o'zi bilib bo'lamiz, 120 ming so'm ekan. Oldindan aytib qo'yapman sizlarga. Endi buni bir ko'rsatay. Bunday qilamiz. Mana turish. Orqasida ham BMW yozuvi bor. Endi buni endi mana turishi. Mana ko'ringlar. Ko'ryapsizlar? Shunday tursa qalay bo'lar ekan? Mana shu yorib boraman deb boribdi-yu. Shunday yumshoq narsa, mana bu material boshqa material bu. Mana qaranglar, BMWsi ham skromniy. Ishonsalaring buni baxmalmi? Bu tikilganmi ekan, bu yopishtirilganmi endi bilmadim. Lekin ishonaveringlar, mana shu yumshoq narsa ekan. Buni menimcha qirqa balki yopishtirishgan. O'zi shunaqa qirqiladigan joylar bor, buni yopishtiradi. Masalan, BMWsi ham baxmal dedi, ko'ringlar. Baxmalli yumshoq.
Manjeti bor, cho'ntigi bor, ipi bor. Ya unisini qo'ydim. Tikilishlari mana. O'zi ham bilaman qo'yilyapman. 56-razmer ekan, boss. Mana ichini ko'ringlar buni. 54, 56, 58. 54, 56, 58. Furqatjon buni materialda hali qalin material bo'lardi. Bu qattiqroq bo'lardi. Bu yumshoq ekan. Flis ha bu. Flis degan material ekan-chi. Ishonaveringlar, va shu fason узкий fason ekan mana tomoni. Va shu bomba xullas. Buni qaranglar, rangini qaranglar. Endi buni rangini ko'ringlar. Bitta rang, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. 10 xilmi? Mana 7ta, 8ta, 9ta. Qora bilan 10 tek. Ha, ko'ryapsizlarmi? 120 ming so'm deb deyapsiz-a bularda, to'g'rimi? Furqatjon, men shundan bir 50 ta olaman deb yuborasiz-chi. Kelishtirib beraman. Aloqaga chiqishaversin-a. Ba'zi ko'rdim, ko'zim yonida, misol bir pachkani 120 mingga sotish, shuning uchun narxini oldindan aytib bera oldim sizlarga. Tepa past dvoyka. Mana ularni ham bu qandaydir qilib yopishtirib chiqibsizlar-da buni. Bu kraska emas-da bu. Yo'q, Kraska emas-da bu. Kraska bo'lganda menimcha sal arzonroq ham tushardi. Shunaqa. To'g'rimi? Albatta. Chunki buni kesilgan, nima qilingan, o'zi yopishtirilgan bu. Bu объемli bo'lib, hali chiroyli ham chiqdi. Buni объем turibdi-da, buni tayida nimasi turibdi? Объем. Endi tashqariga chiqib turadi. Mana ko'ryapsizlar, material bilan bir xil bo'lib qo'ygan. Mana BMWsi ham, boshqasi ham material bilan bir xil bo'lib zo'r turibdi. Xullas 10 xil rangi bor. Bitta gapni aytaymi? 120 dan olib turibchi, 200 dan bossalang bo'laveradi. Bemalol. To'g'risida 200 dan bossa hozir 70 ming so'mdan foyda qoladi. Ko'proq olsin, rangidan bir pachkadan olsin, mayli siz yana bir 2-3 ming o'tib bering, mana o'tib berasiz 5 ming o'tib bering. Ishonaveringlar, yo'l kiroylaring bilan borib turib, Furqatjon sotyapti turgan narxga tushib qoladi agar mana shu bir pachka olib bitta bosib yuborsalaring. 200, 170, 180 soting, bittasidan 50 ming, 60 ming toza foyda qilaverasiz. Foydani joyi ham. Bosinglar. Keyin bu narsani misol lubbo insonga mana ishonaveringlar, xaridorlaring kesachimdek ushlatsalarning sirraz olib ketadi. Material yumshoq, cho'ziluvchan, haligi odam kiyganda komforti bor-da, buni cho'ntaklari bor, hamma narsasi tiniqda xullas. Uni kamiga mana orqasida ham BMWsi bor mana. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqasi bo'lmaydi. Bunaqangi yumshoq, bunaqangi dvoyka, bunaqangi narxga topolmaysizlar xullas. Maza qilib olib foydalanib qolinglar. Bo'lmasam bizchi bunday qilamiz. Furqatjon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar. Mana shu narsani chiroyli narxlarda bosaverasizlar. Furqatjon nomeringizni aytib o'tsangiz endi mana shu 91lik 140 7009. 7009. Bo'ldi, o'rtoqlar, aloqaga chiqasizlar, o'zlari hamma narsani chiroyli qilib dastavka qilib berishadi. 12 ta viloyatga dastavka bor, hamma viloyatga dastavka bor. O'ylarni o'tirmasdanchi, ko'rdilaringmi? Misol bitta qimmat narx yo'q. 200 ming, 300 ming degan narx yo'q. Eng qimmati 120 ming so'm ekan. Qolgani 30 ming, 29 ming, 28 ming. Ana shu 30 ta atrofida aylanib yurishaverar ekan. 3 millionga bilasizmi qancha narsa olasiz? To'g'risida bir qop narsa olasiz 3 millionga. 3 millioningiz keyin ishonavering, 3 millioningiz kami 5 million bo'ladi. Ya'ni esa o'sha 5 millionni bitta tikasida keyin 7-8 million qilib ko'paytirib olaverasiz. Faqat sotishni bilish kerak. Tovar olish oson, sotishni bilish kerak. Sotib bang'illataverasiz mana. Gumbaroq asriga eng arzon mahsulotlar ko'rsatdi. Ishonchli o'rtoqlar, ishonchli inson, ishonchli tovar biz sizlarga tavsiya qilyapmiz. Bosasizlar gazini. Yana nima deymiz? Adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Mumtoz bozorida, Obuf qatorni Mirobov degan. Mirobovda shunday arqasi. Shunday kelib turib telefon qilinglar, lokatsiyani tushuntirib yuborishadi o'zlari. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.